Assalomu alaykum. Assalomu Mana alaykum. dorilarni kecha sizlardan olgandim. Qaytarib olib almashtirib bera olasizmi? Kechirasiz, hurmatli mijoz. Sotilgan dori vositalarimiz qaytarib olinmaydi. Bu qonunan mumkin emas. Nimaga qaytarib olinmaydi? Hali bu dorilarni umuman ishlatganimam yo'q. Mana cheki ham turibdi. Chaqiringlar boshliqlarni. Hurmatli mijoz, sotilgan dori vositalari qaytarib olmasligimizning asosiy sababi dori vositasi iste'molchiga berilgach, dori ochilgan yoki ochilmaganidan qat'iy nazar tashqi muhit bilan aloqa qilgan hisoblanadi. Bu esa uning xavfsizligi va sterilligiga kafolat yo'qligini anglatadi. Xaridor dorini uyida, mashinada yoki boshqa joyda noto'g'ri harorat, namlik yoki yorug'lik ostida saqlagan bo'lishi mumkin. Bu esa dori sifatiga putur yetkazadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi 185-qaroriga ko'ra, dorixonalarda realizatsiya qilingan dori vositalari va tibbiy buyumlari qaytarib olinmaydi va shunga o'xshash dori vositalar va tibbiy buyumlar almashtirib berilmaydi. Agar kimdir xuddi shunaqa dorini qaytarib olib kelsa-yu, biz sizga uni sotsak, shu to'g'ri bo'larmidi? Yo'q, uzr, mayli, rahmat.